Yevropa gazda bizda Changan avtomobilini metan gaz o'rnatishni olib qoldik. Akamiz o'zlari Toshkent shahrida balonni o'rnatib kelishgan ekan, mana. Faqat balonda i zapravочныйsini o'rnatilgan ekan. Oldi jihoziga 4-pokoleniya qilib o'rnatib beramiz endi biz o'zimiz. Mana zapravочный joylari qanaqa akkuratni chiqqan. Bu salonda o'zi qo'yib bergan ekan. O'sha. Mana. Salonda o'zi shunaqa akkuratni qilib o'rnatib berilgan ekan. Mana salonda balonni turish holatlari mana idealni qilib o'rnatilgan. Bu zavodda. Mana motori. Oldiga 4-pokoleniya qilib, montajlarini qilib, original 4-pokoleniyani o'rnatib beramiz. Buni narxini 1.800.000 mingga o'rnatib beryapmiz. Bizda bu yoqda Jack M4 avtomobiliga 4 ta 30 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib berdik. Oldi jihozlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, original zapravочный italyanskiy rail farsugasi bilan o'rnatildi. Ko'rishlaringiz mumkin, eng ideal qilib, chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Reduktorni mana ko'rinyaptimi? X original reduktori bilan o'rnatib berganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Eng sifati yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan. Kompyuter blok boshqaruvi, ya'ni miyasini Stack Golfaz 200 kompyuter miyasi bilan o'rnatib berdik. Original qilib o'rnatdik mana shuni. Balonni tag qismiga 4 ta 30 litrligi bilan o'rnatib berdik. Mana balon turish holati. Bittasini uzunasi bunaqasiga va 4-tinchisi mana bu yerda joylashgan. Mana ko'rinyaptimi ularga? Buni hammasini original qilib 4 ta 30 talik bilan 30 litrligi bilan original qilib 4-pokoleniya qilib 10.500.000 mingga o'rnatib berdik. Biz Capio avtomobilini propan gaz qo'yishni olib qolganmiz. Mana 61 litrlik propan gaz ballonni o'rnatib beramiz. Buni narxini 3,5 million so'mga o'rnatib beryapmiz. Dogovor qildik hozir. Endi ishlar boshlandi, o'rnatish batafsil yana o'rnatib bo'lgandan keyin yana bir ko'rsatib o'taman. Bizda yana bir Cobalt avtomobiliga 90 litrlik metan gaz ballonni chiroyli qilib joylashtirib berdik, o'rnatib berdik. Oldi jihozlariga kompyuter boshqaruvi, ya'ni miyasi Yevropa gaz Basica 24 ga 4. Buni birga bir padelka variantlari yo'q. Eng original kompyuter bilan o'rnatildi. Original X reduktori bilan o'rnatdik. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas bu reduktorda. Original zapravочный. Farsunkasi italyanskiy rail 2 o'rnlik tezkor bo'lgan farsunkalarimiz. Buni birga bir padelkalari bor. O'shani alohida e'tibor berib qo'yishingizni so'raymiz. E'tiborli bo'linglar. Bizda hammasi ro'y-rost, borini bordek qilib aytib, narx-navolarni kelishtirib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Hammasini original qilib. Buni narxini 90 litrlik 4-pokoleniya original qilib 5 million so'mga o'rnatildi. Bu yoqda Gentra avtomobiliga propan yechib, metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. Jarayon boshlangan, o'rnatib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kelsa, bemalol pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizga ham shunday sifatli xizmatlar ko'rsatib beramiz. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu Gentra avtomobiliga original X reduktori bilan original zapravочный o'zini farsunkasini qoldiramiz, chunki bu propanda keldi. Qolganlarini hammasini qilib beramiz. Propanni olib qolib 3.800.000 mingga o'rnatib beryapmiz. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqing, sifatli qilib o'rnatib beraman. Bu yoqda Damas van avtomobiliga metan gaz ballonni o'rnatib berilyapti. Mana jarayoni boshlangan. Mana Damaslarga 65 talik metanni kesalaring
original qilib, hammasini joy-joyida qilib 3 million 100 ming so'mga o'rnatib beraman. Bizda bugun ish jarayoni qizg'in. Kelsalaring mana shunaqa eng yaxshi sifatli jihozlarni o'rnatib beramiz. Metan, propan gaz ballonlar. Bu Captiva'ni propan gaz balloni hozir o'rnatib beramiz. Ish jarayonlarini bitgandan keyin batafsil ko'rsatib beraman. Bizda yana Tracker avtomobiliga 47 talik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballonni eng original termo trubkalari bilan chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berdik. Oldi tomoniga qo'yiladigan jihozlar bilan qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, farsunkasi har doimgidek legenda bo'lgan Rail Italianski 2 ohmlik tezkor farsunka. Buni birga bir Xitoy varianti ham bor. Qayta aytaveramiz. Aytishdan charchamaymiz. Eng o'zini yaxshi ko'rsatgan farsunkalarimizdan. Reduktori Italianski Tomasetta Achille Nordic 09 modeli. Xo'p. Alex blok boshqaruvi Nano Optima Nano eng yaxshi miyalarimizdan Polshada ishlab chiqarilgan. Bu reduktorimizga keladigan bo'lsak, bu yerda 3 ta bolt orasida filtr o'tiradi. 40 ming 50 ming atrofida turadigan filtrda 10 mingda, 15 ming, 20 mingda almashtirib turasizlar. Buni birga bir poddelkasida mana boltlari yaltiroq bo'ladi. Keyin mana orasidagi prokladkalarda farqlar bo'ladi. O'sha joylarga alohida e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Adashmasdan to'g'ri bizga kelaveringlar. Biz original dedikmi, original qo'yamiz. Arzonini qo'ydikmi, Xitoymi, Xitoyni qo'yamiz. Endi hammani o'zini vijdoniga havola qanaqa qo'yishini va mana bu filtr, bir metalik filtrni eng originalini mana bir metalik filtrini Digitronic filtr bilan o'rnatib berilyapti. O'sha hid chiqarmaydigan fargomet ishlanglari bilan idealni qilib o'rnatib berdik. Buni narxini 4 million 600 mingga to'liq original qilib o'rnatib berildi. Bizda Bardosh avtomobiliga 35 litrlik propan gaz ballonni zapaska qismiga o'rnatib berilyapti. Oldi qismiga jihozlari to'liq original jihozlar bilan o'rnatib berilyapti, 4-pokoleniyasi bilan. Haliroq yana batafsil ko'rsatib o'tib ketamiz. Narx-navolari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Bizda yana bir Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz ballonni avvalni chiroyli mustahkam chanaga mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Ballonimiz Navoiyda ishlab chiqarilgan. Navoiy O'zbekiston qo'shma korxonasida original krani bilan o'rnatib berildi. Oldiga qo'yilgan jihozlar Basic 24 ga 4 Yevropa gaz brendiga tegishli Polsha miyasi bilan o'rnatildi. Adax original reduktori va 031 Stack Polshada ishlab chiqarilgan injektorlar bilan o'rnatildi. Original qilib, hammasini ideal qilib o'rnatib berildi. Buni narxini 5 million 650 ming so'mga o'rnatib berildi. Hamma zapchasini eng originallari bilan o'rnatib berdik. Bizning manzilimiz Sardobadan o'tganda Gulistonni ichiga 18 kilometr katta trassa bor. Qovun bozordan o'tganda 18 kilometrda kelib, o'ngga burilib, mana shu ko'prikchadan kelib, bizning Yevropa gaz servisga metan propan jihozlarini eng originalini o'rnatib ketsalaring bo'ladi. Bu yoqqa Toshkentdan kelishda most oldidan o'ngga qarab Jizzaxning yo'liga betonkaga chiqib ketiladi. O'sha most tagidan to'g'ri 15 kilometrda bitta svetofor bor. O'ngga burilib 1,5-2 kilometrda bitta qayrilib olish bor. Shunda yurib, ozgina yurib, ana shu ko'prikchadan kelsalaring, avtomobillaringga eng original jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Yevropa gaz sizlarga faqat sifatni tavsiya qiladi. Shu anhorni bo'yida joylashganmiz. Kelib, bir maza qilib cho'milib ketsalaring ham bo'ladi. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldirib, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Zero bosilgan likelar
YouTube ko'proq bu videolarni insonlarga tavsiya qiladi. Manfaati tegishini xohlaymiz insonlarga. Bundan qiziqarli videolarni, narx-navolarni to'liq berib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting.